uchqun aka, bir xona uyga ikki xona, tag'in mebel, texnika, tayyor remontlar bilan shundoq kirib yashaydigan darajaga keltirib qo'yishibdi. Joylashgan joyini tushuntiraman. Yunusobod 6-kvartal 51 Kanechkadan shundoq oxirida joylashgan. Orientir Amerika postorovkasi, metroga 3-4 ostanovka. Mana podyezddan kiraverishimiz, mana mana kiyim kiyadiganlarni qo'yishibdi. Mana oynalar bor. Xullas, mana kirganda to'g'rida zal, o'zi bu fransuzskiy katta zal bo'lgan. O'rtaga devor qilishgan. Yaxshi yechim topishgan mana. Mana bu yoqni spalniy qilib qo'yishgan. Mana tayyor uy. Yangi remont. Naqdga ham, aytgancha ipotekaga ham o'tar ekan. Hani olib investitsiya qilib odam qo'yaman deganligi ham yaxshi variant. Bu planировкаning o'zi xomon tualeti bitta bo'ladi. Mana bu yog'imiz oshxona. Oshxonani ham kompaktning. Mana stiralka, bu yoqda gaz plita, mana bu yoqda xolodilniki joy. Endi xolodilnikni o'zingizlar olasizlar. Xullas, bir xona, ikki xona qilingan yangi Evroremont 4-qavat, tomlari ham tungilarda yopilgan. Avtobusdan oxiri naqdga ham ipotekaga ham. Narxini 56.500 so'rashyapti. Ozgina tushirib berishadi. Pastki nomerga aloqa qilib qo'yasizlar, tamom.